Men Chiroqchi tumani Mustaqillik mahallasi hokimi yordamchisi Mustafayev Ahmadman. Hozir biz Jo'rayev Behruz xonadonidamiz. Jo'rayev Behruz bizning yosh tadbirkorimiz. U tadbirkorligi nimadan iborat? Tadbirkorligi hozirgi kunda dehqon xo'jalik, chorva mollari shu narsalar bilan shug'ullanadi. Bu dehqon xo'jalikda 30 sotixli yerlari ham mavjud. Undan keyin mana bu tomorqa xo'jaligidan 10 sotixdan iborat. Bu yerda zelen, piyoz, ko'katlar har xil narsalar ekilgan. Mana olma daraxtlari, anor, kartoshka, bular barchasidan yil davomida daromad ko'rib boradi. Bu daromadlardan o'zi Jo'rayev Behruz xonadoniga o'ziga to'y marosimlar va shuningdek mashina shunga o'xshagan xarajatlarga foydalanadi. Hozirgi kunda bu mahallada 780 ta xonadon mavjud, 1052 ta oiladan iborat. Bu yil boshidan beri 2025-yildan buyon biz 25 ta fuqaroga kredit ajratdik. Shundan 19 tasiga chorva krediti. O'zi bizning mahallamizda driverimiz chorva dehqonchilik. Qolgan 6 tasiga issiqxona krediti ajratildi. 10 ta fuqaroga subsidiya ajratilgan. Endi bizning mahallamizda 79 ta kambag'al oila mavjud. 2025-yildagi rejalarimiz o'sha 79 ta kambag'al oilani kambag'allikdan chiqarish. O'shalarga kerakli bo'ladigan subsidiya, foizsiz kredit, issiqxonalar, dehqonchilikka yordam qilish, barcha sharoitlarni biriktirilgan rahbarlar orqali, mahalla ishchiligi orqali faoliyat yuritib yordam qilamiz.